Ushbu mashqni imkoningiz bo'lsa yotib, ko'zlaringizni yumib, o'zingizni bo'sh qo'yib bajaring. Mazza qilib. Ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas oling va chiqaring. Yana chuqur nafas oling va chiqaring. Har bir nafas olganingizda tanangizni bo'shashib, xotirjam ahvolga kelayotganligini his qiling. Chuqur nafas oling va chiqaring. Tasavvur qiling. Yam-yashil maysazor ichidasiz. Sizdan boshqa hech kim yo'q. Juda ko'rkam, mukammal ko'rinishdasiz. Shu payt qayerdandir bolaning yig'isini eshitdingiz. Ulkan, yam-yashil katta daraxt ortida bolaning yig'isini eshitdingiz. Borib qarangchi, u bolakay kim? Unga yaqinlashing. Uning yuzlariga tikiling. Taniyapsizmi? Bu siz. Bu kichkina qizaloq sizning bolaligingiz. U shunaqa beg'ubor, aybsiz, gunohsiz. U haliyam yig'layapti. Va sizga nima uchun yig'layotganligini anglatmoqchi. Sen meni koyiding. Sen meni himoya qilmading. Sen meni unutib qo'yding, sen meni eshitmaysan. Uni quchog'ingizga oling. Qattiq bag'ringizga bosing va ayting. Kechir. Kechir senga azob berganim uchun. Seni kamsitganim. Seni ustingdan kulganim uchun, seni masxara qilganim uchun, seni unutib qo'yganim uchun, seni eshitmaganim uchun kechir deng. Va va'da bering. Endi bundan keyin seni, ya'ni o'zimni hech qachon hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Hech qachon seni kamsitmayman. Hech qachon seni himoyasiz qoldirmayman. Seni hamisha himoya qilaman. Seni hamisha eshitaman. Seni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman deng. Qarang, qizaloq ko'z yoshlarini artib, qah-qah otib kulyapti. U mamnun. Faqat esingdan chiqmasin. Bergan va'dangni ustidan chiq deyapti. Va shunchalik qah-qah otib kulganidan u sizning kaftingizga sig'adigan darajada kichkina bo'lib qoldi. Uni ko'kraklaringiz oldiga olib keling. Va ichingizga qo'ying. U sizning ichingizda har doim bor bo'lgan va hozir ham bor. Va yuragingiz ustiga qo'llaringizni qo'yib ayting. Men seni himoya qilaman. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni eshitaman. Hamisha, har doim shunday bo'lib qoladi deng. Va bu va'dangizni hech qachon unutmang. Siz Allohning ne'mati,
butun yaratgan go'zalligining natijasi mukammal bo'lgan insonsiz. Siz go'zalsiz. Siz mutlaqo bekam ko'st yaratilgansiz. Chunki sizni mutlaqo bekam ko'st bo'lgan Alloh yaratgan. Uning bu yaratig'ini asrang. Sekin ko'zlaringizni oching. Birdan qo'zg'almang. Sekin qo'llaringizni barmoqlarini qimirlating. Va ovoz chiqarib o'z-o'zingizga ayting.